Xo'p, qana bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Islomjon o'z YouTube kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari va sigir ishqibozlari. Akalar, bugun 19-mart hafta kuniga chorshanba 2025-yil 19-martda turibmiz. Soat millarimiz xudo xolasa. Xo'p. 5:35 tashkil etyapti hurmatli obunachilar. Hali yorug' to'liq tushgani yo'q. Hozir dehqonlardan iloji boricha yorug'roq yerdan nima bo'ladigan bo'lsa, dehqonlardan olishga harakat qilamiz. Ertalabda xudo xolasa. Dehqonlardan ko'pchilik so'rang deyapti, lekin bu yerda 80%, 70% bu yerda ko'proq olib sotarlar. Joylashgan bu yerda hurmatli obunachilar. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, kanalimizda mehmon bo'lgan insonlar obuna bo'lib bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi, hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa katta maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Inshaalloh tezroq 50 mingtaga yetish niyatimiz bor aziz obunachilar. Uning uchun faqat sizlardan podeshka bo'lsa, keyin bizga obuna bo'lsanglar, keyin biz u narsaga erishishimiz mumkin. Sizlar obuna bo'lmasanglar, biz podeshka qilmasanglar, biz unga yeta olmaymiz. Faqat sizlarning podeshkalar bilan 50 mingtaga yetamiz xudo xolasa. Juda ham tezlik bilan chiqish niyatim bor aziz obunachilar. Mehnatimizni qadrlagan holda like bosib, kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Yana hop, yangi YouTube kanalimizni ochganmiz. Universal kanal bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga uylarda qurilishdagi tom yopish, patolog qilish, g'ish urish, penablok narxlari necha pul bo'lyapti, keyin urish necha pul bo'lyapti. Xullas, universal qanaqangi nimalar bo'ladigan bo'lsa, materiallar bo'lsa, narx-navosini ko'rsatamiz. Keyin necha puldan urilyapti, hammasini narxini yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizning nomi Zo'r Bozor YouTube kanali, u yangi kanalimiz ochilgan nomi. Xudo xolasa ash kanalga ham podeshka qilib tursanglar, xudo xolasa har sohadan u kanalimizda universal kanal bo'ladi. Baribir o'sha hamma qurilishni boshlayapti. Qurilishga doir videolar xudo xolasa bo'ladi inshaalloh akalar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Qani bo'lmasa biz boshladik qo'ldan kelgancha. Necha pul olyapsiz aka? Mana orqadan beradi. 21 qasinga. Bermaysiz to'g'ri aka. Ma birinchidangmi? Ha, u naryadangmi? Hurmatli obunachilar, qorong'ida ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Va novosimizga 21 million so'm savdosi bo'lyapti mana shu ishda. Kamera nimani berib turing 1 minutga. Mana spichkada ko'rsatib qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilar. Sizlar uchun ertalabda qorong'ida videoga olishni boshladik. Albatta podeshka qilishni unutmanglar hurmatli obunachilar. Qolganini savdolar bo'lsa, yorug'roq yerdan bo'lsa olamiz, bo'lmasa xo'p, nima qilamiz hurmatli obunachilar? Bo'ylar taxminan keladi 1.17, 1.15 ustidagi novosimiz. Xudo xolasa 1.20 yaqin ekan. Rahmat. Shu novosimiz bo'ldi hurmatli obunachilar. Qorong'ida endi qanaqa ko'ryapti bilmadim. Savdo qaysinisi bo'lyapti, oshto? Necha pul bo'lyapti? 15 million. Aziz obunachilar, novosimiz 15 million so'm savdosi bo'lyapti. Ertalabda xudo xolasa. Mana dehqondan so'ragan aka-ukalarimizga, dehqon akalarimiz, oshtaqamiz dehqon ekan, akalarimiz savdolarni qilyapti. 15 million so'm so'rashyapti-ku novosimizga mana. Xudo xolasa. Novosimiz bo'yi kilo taxminan qarang. Buni bo'yimga nisbat qiladigan bo'lsak, 1.20 dan plus xudo xolasa, 1.20 plus. Plusga chiqadi xudo xolasa novosimiz. Mana. Novosimiz. Kamerada uzun. Necha pul ekan bu? Qiziqishga bir o'zimiz uchun aka. Ko'rib qo'yaylik. Bu omol o'zini bir narsa qiladi hozir. Hurmatli obunachilar, 370 kilo ekan. 370 kilo. Nazar.
Hurmatli obunachilar, novvosimizni 25 kam bor deyapti. 25 million so'm kam bor deyapti. Bular taxminan keladi 17 18 atrofida novvosimiz. Lekin 20 ga ham borsa 17 lar yo'l orasilarda 3 sm yab-yab biroz plus-minusida. Bo'yini o'zimga metka qilib olganman, hurmatli obunachilar. O'zim metkam bilan o'chkab turib oldiga borib ko'rib olyapman. Metkamga xudo xolasa. Uka 36 beraman nesi yapmasa. Doğru yo'qlar. Necha pul so'rashyapti uni? Halil o so'ydi kechirishadi. Halil so'ydi Halil. 36 million beraman. Deng. Jupiga hurmatli obunachilar 35 million so'm so'ralyapti ekan. 35 yarim ha? 172 kilo. 172 kilo. Aziz obunachilar, ikkala novosimizga bo'lyapti ekan 35 yarim million so'm savdosi bo'lyapti ekan jupiga. Xudo xolasa. Buni ham bo'yi keladi, xudo xolasa mashinamizni bo'yi keberadi, xudo xolasa 120, 125 atrofida novosimiz mana. Bo'ylar. Bunisi ham anaqa. Bo'ylari bir xil ikkalasi. Yo'q, 35 yarim. Kichikroq bo'zaychalar ekan. Bunisi dadaroq, qorasi. Ochib qo'ying. Ha, Qorasi. hozir topdim. Qorasi sal ozroq ekan. Unga nisbatan. Hurmatli obunachilar, bu novosi fermada ko'ruvdik bularni. Tortib boshqa qilishuvdi. Novoslar bittasini olib kelganmiz biz ham. Oshnamiz olib sotib yuboruvdi. 3 kun atrofida bo'ldi. Ashini sheriylardan chiqib qoldi. Rossiyskiy novosimiz. Boqmi buqamiz akalar. Uje yana pishiradigan joyi bor, yana boqadigan yeri bor akalar buni to'g'risi. Oxiriga yetish kerak bo'lgan novoslardan. Rossiyskiy buqa. Yetim bo'zalar, qayda oldinglar bu yetim bo'zalar? Assalomu alaykum. Necha pul deyapsiz aka? Assalomu alaykum. 45 ming. 45 million so'm. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, buniki bo'lmadi, mononi sotdi. Necha pulga sotildi aka? So'yib oladi, to'g'ri bo'ladi. 4 bo'lakka so'yiladi. Necha puldan? 105 ming. Aziz obunachilar 105 mingdan 4 bo'lakka so'yib olishga sotib yuboribdi Qossob akamiz. Akam sotdi bu. Ana. Bunimizni 45 million so'm kami bor deyapti. Hali savdosi bo'lmabdi. Bu qancha keladi taxminan aka? Bu 680-700 ga borib bo'lmay chiqadi. kilosi. Kilosi 680-700 ga borib bormay keladi deyapti. Bo'yi-chi bo'yi? Taxminan. Bu 1,5 ga bo'lmaru. 1.45 atrofida. 1.45 atrofida novosimiz aziz obunachilar. Rossiyskiy novosimiz 45 million so'm kam bor deyapti ekan akalarimiz. Dehqon akamiz uyga borib fermasidan ham ko'rib kelganmiz mollarni juda ham chiroyli, o'ta afsala bilan chiroyli qilib, nihoyatda zo'r qilib boqar ekan. Novoslarimizni ko'rib kelganmiz. Ashini sherikdan bittasi chiqibdi. Aka novos necha pul deyapsiz? 26 milyon yaptı. 26 million deyapti. 23,5 milyon hozir oldi. 23 million, 23,5 million savdosi bo'lyapti. 23,5 million savdosi bo'lyapti. Bo'ladi taxminan 125-130 atrofida. Aka telefon nomerlarimiz bormi yo'qmi? Yo'q. Telefon nomerlarimiz yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Bittami? Bitta. Bittaga mana nazorat. Ana novosimiz. 100 ming so'mdan 200 ming so'm beraman. Qaysiga? Aka 200 ming so'm odamman. Ha, bering. Savdo qanchaga bo'lyapti? 25 yarim. La ulug'bek. Aka sizga yaxshi foydasi bor. Qiziliga Ya, foydalanadi. bo'lyapti mashina. Aka ololmang. Qattiq aka. Qaysiga bo'lyapti? O qizilga oling. Necha pul oldi oxiri? 25 yarim oling dedi. 25,5 million. Aziz obunachilar 23,5 million so'm pul qilyapti, 25,5 ga oling deyapti novosimiz. Yaxshi foydasi bor bu. Bu foydalansa bo'ladigan novos aziz obunachilar. Savdosi bo'lib turibdi joyda. Nima bo'lyapti bu? Aziz obunachilar, endi ko'rsatgan ikkala novosimiz
36 million so'mga 200 ming kamga sotilyapti aziz obunachilar. Endi ro'y ko'rsatgan navoxshamiz, go'zakchalarimiz ikkalasi. Bunisi kimdan ekan bu? Qaraylik. Bunimiz necha pul aka? Hurmatli obunachilar, buni ham 30 million kam bor deyapti ekan. Navoxshimiz. Telefon nomerlari yo'q ekan. Endi ro'y akamizni Qizildi. Nimasi akalar sherigi? Bu narxi necha pul buni qorani? Qoran narxi 30 million. 30 million kam bor. Savdosi bo'ldimi bo'lmadimi? 24 million so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. Telefon nomerlari ayting. 88lik 300 38 nomerlar aloqa chiqarasizlar. Bo'ylari 1.30 35 atrofida navoxshimiz. Ateslar konkretni ko'rinsin deb sal kamerani uzoqroqdan olyapmiz aziz obunachilar. Shvetlar necha pul ekan? Sizlardan? Necha pul? 23 million aziz obunachilar. Navoxshimiz 23 million so'm savdosi bo'layotgan, berishmayotgan. Necha pul deyapsiz? Egasi nariyadan? 28 mi? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? 28 million so'm narx aytilayotgan. 23 millionga mi? Ha, 23 million so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. 40 million deyapsizmi? Mana navoxshimiz 40 million. Boqib boqamiz aziz obunachilar. Bo'ylar keladi, bu pastroqda turibdi mana aziz obunachilar. Bo'ylari keladi, xudo xolasa. Xo'p, 1.35 ha? 1.35. Ikkalasi ham. Ha, iroda nima qilay? Yordam bering kerak? Yo'q, dalik holatda. Telefon nomerlari ayting, ustama. Telefon nomerlari. Aytavering. Hozir telefon qilish arabda. Hozir. Ha, zola. Asini so'rayapsiz aka. Ikkalasi necha pul? 50 million. 50 million, 25 million so'mdan 50 million so'm jupiy savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. Shvetimiz bilan mana navoxshimizga aziz obunachilar. Chiroyli navoxshalar ekan. Ikkalasi ham shvet. Bunisi oxrog'i, bunisi shvet paroda aziz obunachilar. Kamerani rangliroqga qo'yib olganman, sal qoramtirroq, juda chiroyli ko'rinsin deb turib, kamerani rangini sal o'zgartirib olganman aziz obunachilar. Bo'ylar keladi, xudo xolasa buni ham bo'ylar keladi. 1.30 atrofida, 1.25 plusi, 1.30 atrofidagi navoxshlarimiz ikkalasi ham. Necha pul oling deyapsiz? Ha, o'zim bilaman uni. 70 milyon deyapman. 70 million deyishyapti. 58 68 milyon. Aziz obunachilar, 70 million so'm kam bor deyapti ekan. 50 million so'm savdosi bo'lyapti 25 milliondan. Necha pul savdosi bo'lyapti aka? 25? 20. Ha, 21. 21 million so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar navoxshimizda. 21 million so'm. Oqtumshuq bo'ylari 1.25 plusida. Xudo xolasa navoxshimiz. Aziz obunachilar, metkalardan umuman xavotir olmanglar, metkani qilib o'zimizga o'chkab olib chiqyapmiz. Necha bo'ylar keladi, xudosa kilosini ayta olmasak ham, kilosiga tusha olmasak ham, lekin bo'ylari xudo xolasa adashmaymiz inshaalloh. Alloh adashtirmasin. Kilosi ham keladi bir 380-400 kilo atrofidagi navoxshimiz. Qonni to'q. Qonni to'q 400 kilodan ham baland kelar aziz obunachilar. Abetlarda tortib ko'rsa, lekin ancha vес tashab qoladi bulardan ham boshqasidan ham. Semiz tortamiz. Navoxshlarimiz keladi aziz obunachilar. Qirg'izistonda qoladi. Hali baylanga yo'q. Endi yetib kelyapti xudo xolasa navoxshlarimiz. Mana maza qilib tomosha qilinglar. Bezat navosi necha puldan aytyapsiz? Assalomu.
18 milyon kami bor deyapti. 18 million so'm kami bor. Savdosi hech bo'ldimi bu? So'shna 16,5 pul berishyapti. 16,5 pul berishyapti. Bo'ylarini aytdi o'zing taxmin qilib. Biri 15, biri 10. 20 yetmaydi. Biri 20 ga yetmaydi. Mana biri 10, biri 15 do'ralik nimasini bo'ylarini azobunachilar shvetimiz. Ha. O'zimizning mesni shvetlardan, tashkilardan. Ha. Telefon nomerlar. 93lik 642 47 49 nomerlarga aloqa qilinglar azobunachilar. Mana boshlaymiz. Shvet paroda. O'zimiz mesni shvet paroda. Nimaga chachishgan? O'zimizdan qirg'izlariga, Qirg'iziston mollariga chachishgan. Mollar baylash jarayonlari boshlanyapti xolos. Narxi necha pul aka buni? Aytaver. 3 tami? 3 ta. Necha puldan 3 tasi? 23 ta? 23 ta kam bor deyshayotgan azobunachi. 3 ta ekan. Yani sheriklari baylasa keyin ko'rsatamiz xudo xolasa. 23 milliondan kam bor deyshibdi. Ko'zachalarimizga. Buni ham bo'y keladi, xudosi 1.15 atrofidagi olamiz. Bo'ylari xudo xolasa. Necha pul so'rayapsiz aka? 18,5 million so'm. Savdosi bo'layotgan azobunachilar. Buni ham xudosi bo'ylari keladi. 1.15 atrofidagi olamiz. Necha pul narx aytyapsiz aka? 21,5 narx aytilibdi, hurmatli obunachilar. Mana olamiz. Hurmatli obunachilar, Eston zotiga qizil navosimiz Estondan ekan. Eston ekan zoti. Mashinada bordi. Ha. Kichkina bezakcha ekan. Hozirgi boshlanamiz nomeriga, mana shu nomerda aytilgan nomerga 47-49 nomerlariga, oxiri 47-49 nomer aytiladi adashmasam. Shu nomerga telefon qila olasizlar. Bunga Estoniya qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, buni ham bo'y keladi, xudo xolasa. Biri 5 tepasi, biri 10 atrofidagi novoschamiz Estoniyaga. Necha pul deyapsiz aka? 16 berishyaptimi? 16 savdosi bo'layotgan. Qancha narx aytdingiz? Necha pul aytildi? Bilmaysiz-a? 16 million so'm savdosi bo'layotgan. Boshlig'imiz narxini aytdi ekan, o'lni bilmaydi ekan, lekin bo'layotgan narxini bilar ekan, savdo bo'layotgan. Mana bas. Aka buni necha pul? Qancha? 20 kam bor, azobunachilar. Novosimiz mana. Bo'ylari 1.15, 1.20 ga yaqin novosimiz. 1.20 kelmasa ham 1.17 atrofida kelib beradi xolos. 15 dan baradi albatta. Telefon nomerini ayting aka. 33lik 723 06 88. Ha. Choqlarni ham ko'rib qo'yasiz azobunachilar. Tunalari stakan tirnoq. Aka nechta bor soniga? 11 ta. Hurmatli obunachilar, soniga 11 ta novosimiz bor ekan. Qirg'izistonda buqalar azobunachilar. Bu qizilami? Bu qora ham ekan azobunachilar. Bu qora, qizil hali mollarimiz terilmagan, baylanmagan holatiga video qilyapmiz azobunachilar. Xudo'lis buni bu video chekechiroq chiqishi mumkin, lekin jonli efirimiz albatta chiqadi. Jonli efirga ham o'tib ko'rsanglar bo'laradigan bo'lar. Dos terilgandan keyin ham nima qilamiz? Necha pulgacha aka bo'lamiz? 16 million so'mdan 23 million so'mgacha novoslarimiz ekan azobunachilar. Mana, bu qora ham. Qora, qizil shvetlarimiz. 90 bitta. Nima deysiz aka? Kalmik bor, kalmik. Kalmikimiz bor, nechta? 91 bosh hozir Keldi. Bo'ldi, bugun syomkasini qilamiz. Kalmikilar ham kelibdi, azobunachilar. Xudo xolasa bugun syomkasini qilamiz. Kalmikilarimiz 91 bosh kalmik kelibdi azobunachilar. Zot kalmikidan.
Duosi bugun kutib turinglar. 91 boshida syomkasini qilamiz inshaalloh. Mashinamiz narxi necha pul? Yo'q, buni 17 deyapmiz. 17. 17 kam bor azobunachilar. Telefon nomerlar 91lik 480 17 14 17 14 nomerlariga aloqa qilasiz. Ana boshlaymiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, jonli efirda yaxshim kerak. Jonli efir qatoriga o'tsanglar, birinchilarda jonli efirimiz qatorida turgan bo'ladi. Endi boshlaymiz jonli efirni. Bu syomkani aytib qo'yapmiz-da. Keyin ko'rishadi, xudo xolasa. Jonli efirga kelib albatta ko'ringlar bu videoni ko'rgan insonlar. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar aziz obunachilar. Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni ayamasdan bosinglar. Fikrlaringizlarni, mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar aziz obunachilar. Fikringiz juda ham muhim. Albatta laykni bosib qo'yinglar. Shu videoga 1000 ta layk yig'averinglar, atayap akalar, iltimos sizlardan. Xabaratsi. Shunday video to'xtatib laykni bosib, keyin oxirigacha eshitsanglar yaxshi bo'ladi. O'tgan hafta men